ijara uyda yashayapman degin? Shunaqa. Vaqtinchalik. Xudo xohlasa biz ham 1-2 yildan keyin chiqib ketamiz. Anvar akam bosh farzand. Ulardan keyin 2 ukalari bor. Endi ular uylanishi uchun hozircha biz chiqib ketdik. Senga ham qoyilman, Sora. Shuncha muammoing bo'lib turib, qancha bola to'ptashading. Endi Xudoni berganida, Xudo berdi deb biz ham tug'urdik. To'g'ri, lekin ularni boqishni, yedirishni, ichirishni, kiyintirishni o'ylash kerak. Bu tomonlari ham bor. To'g'ri aytasan. Lekin hayotimdan nolimayman. Qornim to'q, ustim but, uyim bor. Ijaraga bo'lsa ham. Xudo xohlasa, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sen hech shunaqa oilaparvar ayol bo'lasan deb o'ylamagandim, to'g'risi. Karyera qilasan degandim. Endi Lola hayot majbur qilsa, hamma narsa qilishga majbur bo'lar ekan odam. To'g'ri. Menga